Jamshid aka analari o'rta oshiqib turgandek mehr berishlarini. Jamshid aka, assalomu alaykum. Yaqin kelinglar. Ovozimiz qo'ydingiz. Mehr bilan osh damlaganda namuna olyapsiz aka. Albatta. Bu namuna hozir chiqib ketgan yuk mashinani. Hozir chiqib ketgan mijozimizdan olingan namuna. Ya qoyili, nechinchisi aka sir bo'lmasa bu? Xudo xolasa 11-mijozimiz. Tushlikkacha 11 ta. Dam olinglar aka, dam olib ishlaylar. Allohga shukr. Ya qoyili. Namuna nima uchun olinadi va nima plus minus tarafi bor mijozga? Mijoz so'ragan markasiga tasdiq evaziga bu pasport. Ha. So'ralay turgan markani har qatdan shu marka olinyaptimi yo'qmi deb sinash uchun. Ya'ni laboratoriyalik yurtda bergan bo'lsa, bu o'sha 350 ligan tasdig'i. Tasdig'i. Sizga savollar yana. Men biton olsam sizlardan bir 2 yildan keyin turib bir hayolimga shu rostdan 350 bo'lganmikan o'shanda degan fikr kelib qolsa. Buni qanaqa qilamiz? Agar albatta xarid bitonga tashrif buyursangiz, siz olgan bitondan namunalarimiz 5 yil davomida arxivda saqlanadi. Hozir siz 5 yil davomida sizga arxivdan olib taqdim qilinadi. Ko'ryapsizlarmi, mijozlar ishonchi, xarid bitonchi doim birinchi o'rinda. Nafaqat sifat, balki ishonch ham birinchi o'rinda. Jamshidjon aka katta rahmat. Salomat. Faqat suyuq biton emas, osh qilib ham chaqirib turing. Xudo xolasa. Albatta.